Assalomu alaykum. Men Samarqand shahar 9-maktabning 9G sinf o'quvchisi Tolibov Shodiruz bo'laman. Men Entry ijodkorlik tanlovida o'zimni loyihamni yaratdim va shu tanlovda qatnashyapman. Hozir endi o'zimni loyiham bilan tanishtiraman. Men Entry ijodkorlik tanlovida o'zimni loyiham, ya'ni so'zlarni tarjimasini bilib va bilimlarni sinash uchun yaratdim. Ya'ni men bu yerda ingliz tili va o'zbek tilini tanladim. Ya'ni inglizcha so'z yodlagan bo'lsak, o'zbek tilida uni tarjima qilish uchun va bilimlarimizni sinash uchun bu platformani juda yaxshi deb bilaman. Shuning uchun shunday g'oya asosida men bu o'yinimni yaratdim. Hozir endi buni ko'rsataman. Bu o'yinimda savol va so'z ma'nosi bor. Ya'ni English o'zbekni bosamiz. Ya'ni bu yerda randomly men hozircha vaqt ko'p bo'lmasligi uchun 5 ta inglizcha so'z va uning ma'nosini qo'shdim va bu yerda randomly har xil 5 ta so'zlar avtomatik ravishda keladi va buning ma'nosini biz mana bu yerda yozishimiz kerak. Masalan, hurt. Yurak. Agar so'zning ma'nosini to'g'ri topsak, agar to'g'ri, noto'g'ri bo'lsa, shu so'zni qaytadan yoz deb, ya'ni noto'g'ri deb chiqaradi. Ikkinchisi happiness. To'g'ri. Brave. To'g'ri. Opportunity. Mana ko'rishingiz mumkin, men 5 ta so'zdan hammasini to'g'ri topdim. Shuning uchun barakalla degan yozuv chiqdi. Endi buni yaratganligim uchun, ya'ni kodlar bilan tanishtiraman. Men bu yerda birinchi xususiyatdan o'zgaruvchi bo'limdan English o'zbek tanladim. Buning sababi inglizcha so'zlarni o'zbekcha so'zga tarjimasi. Keyingisi esa o'zgaruvchilar, so'z ma'nosi va savol. To'g'ri topsam birini qo'shishi uchun. Ikkinchisi esa ro'yxat. Ro'yxatdan ham o'zbekcha, inglizchani tanladim. Hammasi bo'lib ana shuncha xususiyatlardan foydalandim. Mana bu esa uning kodlari hisoblanadi. Bittasi umumiy ingliz tiliniki, ikkinchisiniki esa, ya'ni o'zbekcha tarjimasiniki. Qachonki inglizcha so'zning tarjimasini o'zbek tilida to'g'ri topsam, to'g'ri chiqarish. Mening o'yim shundan iborat. Buni yasaganligimning sababi bolalar kompyuter ko'nikmasi bilan ishlashda yaxshilash va o'zining bilimlarini har tomonlama sinash uchun buni yaratdim.